Odamlar sekin-sekin ularning aslini unutdilar, haqiqatini unutdilar, yahudiylik tabiati xiyonatga qurilganligini unutdilar va aralashib ketdi musulmonlar bilan yahudiylar. Ana shu uchun aslida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yahudiylarni Madinadan surgun qilganlar. Chunki bular tinch o'tirmaydi. Tinimsiz urushga o't qalab turadi. Bular tinch o'tirmaydi. Tinimsiz urushga o't qalab turadi. Ana u yuqoridagi Minhat podshoh o'shanga a'zo bo'lgandan keyin tabiiyki yahudiylar kuchaya boshladi. Hattoki Yahudud Dunma yuqorida tanishtirganimiz. Murtad bo'lgan yahudiylar, o'zini islomga nisbat bergan yahudiylar, ya'ni. Ular markaziy raisiy mansablarni egallay boshladilar. Ya'ni xalifalik ichidagi siyosiy maqomlargacha ko'tarilib keldi ular. Bu ham mana ularda o'sha Dajjol chiqishligida Dajjolga muhitni tayyorlashlik uchun rejasi shunaqa bo'lgan. Mana hozir ham Amerikada qarasangiz, Baydenning yonidagi aksar nimalari o'shani parlamentidagi odamlari, kattalari yahudlardan, sionistlardan tashkil topgan. Boshqa davlatlarda ham xuddi shunday. Mana aytdik, Ukrainaga prezident olib kelib qo'ygan yahudiylar. Putinning ham aloqasi yaxshi yahudiylar bilan, Izrael bilan. Bular maqsadi ana shunaqa qilib, dunyo podshohlarini zimdan egallab, Dajjol chiqqan paytda o'sha Dajjolga ularni bo'ysundirish. Shu reja uchun ular siyosiy mansablarga ko'tarilib keladi, shu uchun ular hech narsadan tap tortmaydi. Nasroniy hukumat bo'lsa o'zini nasroniyman ham do'radi. Islomiy hukumat bo'lsa o'zini o'sha mansabga ko'tarilish uchun islomiyman ham do'radi. Mana xilofat zamonida shunaqa qilishdi bular. Usmoniy xilofati ichiga o'zini biz dundik yahudiylikdan deb, ya'ni qaytdik yahudiylikdan deb siyosiy mansablargacha kirib ketishdi shunaqa qilib. Aslida qaytmagan. O'sha yahudi edi. Munofiq ya'ni. Ana shularni Yahudi Dunma deb nomlanadi. Odamlar sekin-sekin ularning aslini unutib yubordilar. Nima bo'lganda ham yahudi bu. Bundan sergay turish kerak. Alloh Qur'onda aytib qo'ygan bo'lardi. Kunduzi iymon keltirib, kechqurun kofir bo'ldi. Bular dinidan ham qaytaveradi siyosat uchun. Ana shu narsadan odamlar g'ofil qoldi, ularning aslini unutdilar, haqiqatini unutdilar, yahudiylik tabiati xiyonatga qurilganligini unutdilar. Ular islomni izhor qilganligiga aldandilar. Va islom farzandlari bilan birga yashay boshladi ular. Va shu bilan keyin o'zlarining aqidasini islom farzandlari ichiga kirgiza boshladi. Aralashib ketdi musulmonlar bilan yahudiylar. Ana shu uchun aslida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yahudiylarni Madinadan surgun qilganlar, avval Haybarga. Keyin Umar radhiyallohu anhu Haybardan ham ularni surgun qilganlar. Chunki bular tinch o'tirmaydi. Alloh oyatda aytgandek, kullama awqadu naron lil harbi atfa'aha Alloh. Tinimsiz urushga o'dagi o't qalab turadi. Alloh o'chirib turadi uni degan. Ular o'zini musulmon qilib ko'rsatib, odamlar bilan namoz o'qirdi. Kerak bo'lsa haj ham qilardi. Ularda bitta qoida bor, al-g'oya tubarrirul vasila. G'oya unga olib boruvchi vositalarni halollaydi degan. Ular modomiki yahudiylar davlatni tiklamoqchimi, shu yo'lda nimaiki vosita bo'lsa halol. Musulmon bo'lib ko'rsatishmi, o'zini haj qilishmi, umra qilishmi, kerak bo'lsa yahudiylarni so'kishmi, nima bo'lsa ham mumkin.